Assalomu alaykum, xayrli kech barchaga. Yekaterinburg shahri Rossiya boks bo'yicha jahon chempionati final janglariga yetib keldik. 2019-yilda jahonning eng kuchli havaskor bokschisi kim ekanligini har bitta toifada bilib olamiz. Toifalar esa 8 ta, shulardan teng yarmi 4 ta vazn toifasida o'zbekistonlik bokschilar final ishtirokchilari bo'lishdi. Bu shubhasiz ushbu chempionatdagi eng yaxshi natija. Buni ko'pchilik o'sha ijtimoiy tarmoqlardan ham bilishga ulgurgandir. 4 nafar vakil bilan finalda hech qaysi bir terma jamoa qatnashmayapti. Rossiyadan 3 ta, Kubadan 2 ta, Qozog'istondan 2 ta, Hindiston, AQSh, Angliya, Filippin, Ekvador mamlakatlaridan bittadan sportchi final ishtirokchisiga aylandi. Sergey Krutasov boshqarib boradi. 52 kilogramm vazn toifasida final jangi Shahobiddin Zoirov birinchi qadamni tashlab beradi. Shu kungacha birinchi bo'lib u boshlayotgan edi va g'olib chiqayotgan edi. Boshladik. Omad Shahobiddin O'zbekiston terma jamoasining yetakchi vakillaridan biri, Olimpiya chempioni, jahon chempionligiga da'vogar. Uning qarshisida Amit Pangal juda ham xavfli bokschi. Mana shu vaznda Osiyoda qirol deyishimiz mumkin, ammo jahonda qirol ekanligini bugun isbotlay olarmikin? Isbotlay olmaydi degan umid bildirishga ijozat berasiz, chunki baribir biz O'zbekiston terma jamoasi vakiliga chin dildan muxlislik qilamiz. Birinchi raund Shahobiddin sekin-asta mo'ljalni to'g'rilab olyapti. Amit ikkinchi raqam ostida ishlashga tayyor bo'lib chiqqan. Kutyapti, yoniga chaqiryapti Shahobiddinni. Buxorolik bokschi esa sekin-sekin yaqinlashyapti. Umid kutib oldi hozir. Javobiga o'ng qo'lini oldinga tashladi Zoirov. Yaxshi seriya, biroq himoyani ushlamoqda Amit Pangal. Yana Amit chap qo'lida hujumga tashlandi. Mana shu chap qo'li xavfli juda ham. Shundan ehtiyot bo'lish kerak. Jab mayli o'z yo'liga, lekin chapni tashlaganda buni tezkorlik bilan amalga oshiradi Amit Pangal. Shahobiddin aynan shu narsani inobatga olib jang olib boryapti. Amitning asosiy raqobatchisi Hasanboy Do'smatov hisoblanardi. Ko'p bor turnirlarda to'qnash kelishgan. Keyin 49 kilogramm vazn toifasi yo'qqa chiqarilgach 52 da mana Amit ishtirok etmoqda. Yaxshi kutib oldi Zoirov. Amit ham faollashdi. Yaxshi kutib oldi Zoirov yana bir bor. O'yinda ko'proq ishlayverish kerak, mana bunday turib qolmasdan. Amitning hujumi noaniq ketdi. Yaxshi, mana bu uslubni ushlab oldi hozir yaxshi Zoirov. Yaqinlashayotganda kutib olish va uning zarbasiga yo'l bermaslik. Oxirgi sekundlarda hindistonlik bokschi oldinga tashlandi va raund o'z nihoyasiga yetdi. Shahobiddin Zoirov 26 yoshli bokschimiz, boya aytib o'tganimdek, Buxoro viloyatidan Olimpiya chempioni, Osiyo chempionati kumush medal sohibi, 2 karra Osiyo o'yinlari kumush medal sohibi. 2014-yilda Istam Kabinovning asosiy murabbiyi, terma jamoamiz bosh murabbiyi Marat Qurbonov hamda katta murabbiy Rahmatjon Ro'zoxonov har doimgidek sekundantlik vazifasini o'tashmoqda.
Ho'p, давай, raund. Ikkinchi raund do'stlar. Hozircha hech narsa ma'lum emas. Bir-biriga munosib teng kuchli raqiblar ringda jang olib borishyapti. Jarayonni kuzatamiz. Mayda elementlar hammasini hal qilib qo'yishi mumkin ushbu jangda. Shahobiddinning o'ng qo'li juda ham yaxshi ishlayapti. Oldinga chiqarilgan. Kutib olish vazifasini bajaryapti. O'sha Amirning chap qo'li ishga tushmasdan oldin birinchi bo'lib uryapti. Bu yaxshi. Amid qachon xavfli? Yaqinlashganda. Yaxshi. Mana shu chapdan yon tomonlama yo'naltirayotgan zarbasi juda effekt beryapti. Ko'rsatmalarni ham ko'ryapsiz. Pozitiv ruhda. Hozir finalda ruhiyat ko'p narsani hal qilib beradi. O'ziga ishonchni murabbiylar ham bu yerda yon tomondan berib turishdi. Ya'ni ishonchni ko'rsatmalar orqali oshirishga harakat qilishyapti. Shahobiddinda o'zi ishonch yuqori darajada. U juda xotirjam ko'rinishi mumkin, ammo ringda ko'ryapsiz, ishga kirishganidan so'ng joy-joyiga qo'yadi hammasini. Texnikani ham, taktika. Garchi bu eng yengil toifa bo'lsa ham, e'tibor bergan bo'lsangiz, juda xotirjam va texnikaga asoslangan jangni ko'ryapmiz. Zarbalar seriyasi pala-partish harakatlar emas, har bitta harakat o'lchovli, har bitta harakat o'ziga yarasha mazmun mohiyatga ega. Bekorga hatto jeb ham yo'naltirmayapti. Ikkalasi ham. Jangchi IQsi yuqori darajada bo'lgan ikkita bokschining to'qnashuvi. Hozir Amid Pangal raund so'ngida faollashdi. Zoirov chap qo'lida javob qaytardi. Yaxshi seriya. Amid yana o'sha yakka zarba bilan uchib boryapti Zoirov tomon. Birinchi harakat Zoirovdan. Tugadi ikkinchi raund. Temp oshdi anchagina. Jang harorati ko'tarildi. Mening fikrimcha 3-raund hammasini hal qilib beradi. Hozir yaqqol favorit yo'q ana shu bellashuvda. Kuchliroqsan, tezroqsan, bunga imkon yo'q degan fikrlar. Ruhiyat uchun, hammasi ruhiyat uchun aytilyapti. Bizning murabbiylar nima deyishadi? Bizda ham deyarli shunday kayfiyat. Ishonch yuqori darajada. Ketdik 3-raund. Katta hayajon bilan mana shu jangni kuzatyapmiz hammamiz. Tavakkal oldinga tashlandi Amid Pangal. Juda noqulay uning uslubi ko'rayotgan bo'lsangiz. Deyarli yonmacha joylashib oladi. Egilib birdan tashlanib qoladi oldinga. Shu tashlanganda 2-3 ta zarba yo'llaydi. Tezkorlik bor. Noaniq Amidning urinishi, ammo baribir hujum qayd etib qo'yish kerak Zoirov.
faollik qayd etib qo'yish kerak. Yaxshi, 1-2. Aytilganidek bajardi Zoirov. Yana kerak. Oshirib borish kerak tempni. Hamid 2 marta oldinga tashlanib, ikkinchisida yetib bor. Mana bu yerda ochiq kirishsa ham bo'ladi qaysidir ma'noda. Bir daqiqa qolyapti. Ushbu jang tugashiga birinchi final 52 kg vazn toifasida. Yaxshi, chap. Yana. Yaxshi, oyoq harakati zo'r. Hozir Zoirovda zo'r. Hujumga kirib, hop, ehtiyot bo'lamiz. Yaxshi. Oyoqda juda yaxshi yengil harakat qilyapti Shahobiddin. Mana shu narsa Hamidni chalg'ityapti, ya'ni aniq bir mo'ljal qilib ola olmayapti. Yaxshi o'tkazyapti 3-raundning ikkinchi qismini Shahobiddin Zoirov. 3-raundni o'z hisobiga yozib qo'yishga yaqin turibdi. Hamid ko'proq charchagandek tasavvur uyg'onyapti. Oxirgi 10 sekundni tomosha qilamiz do'stlar. Jahon chempionati birinchi finali 52 kg. Va bo'ldi, jang o'z nihoyasiga yetdi. Juda hayajonli, asabiy kechgan jang. Hakamlar qarorini intizorlik bilan kutamiz. Menimcha yaxshi bo'lish kerak do'stlar, yaxshi bo'lish kerak. Lekin yaqin jang, juda yaqin, hali ko'rasiz. Hakamlar soni bo'yicha emas, ochkolar namoyish etiladi-yu. O'shanda bilinadi qanchalik jang yaqin bo'lgani. Farq kam bo'lishi kerak bu jangda, nima natija qayd etilishidan qat'iy nazar. Lekin nazarimda 3-raund evaziga Shahobiddin bu jangni olish kerak. Buni ko'raylikchi. Chempion! Shahobiddin Zoirov jahon chempioni. Birinchisi. Qoyil, tabriklaymiz. Mana qarang, 29-28. 1 ochko farq bilan hakamlar g'oliblikni Shahobiddin Zoirovga berishdi.